Assalomu alaykum. Bugun sizlarga avtomatik obunani boshqarish botini qanday yaratishni ko'rsataman. Xo'p, bu bot nima qiladi? Bu bot to'lovni qabul qiladi, ya'ni yopiq Telegram kanalga to'lovni qabul qiladi va avtomatik Telegram kanalga bir martalik link bilan dostуп beradi. Podpiska tugashiga 3 kun qolganda, ya'ni 30 kun hisoblaydi. 27-kuni foydalanuvchiga xabar yuboradi, ya'ni podpiska vaqti tugayapti, to'lovni amalga oshirish uchun tugmani bosgin degan xabarni yuboradi. Agar foydalanuvchi 30 kundan so'ng to'lovni amalga oshirmasa, uni yopiq Telegram kanaldan bot uni udalit qilib yuboradi. Endi ushbu botni BotPlace platformasi orqali yaratamiz va mana bu qismda shabloni bo'limiga kirasizlar. Shabloni bo'limiga kirgandan so'ng har oylik pullik podpiska sarlavhasi ostidagi tayyor shablon turgan bo'ladi. Ushbu shablonni ustiga qilish uchun ustiga bosasizlar. Ustiga bosgandan so'ng mana ustanovich shablon tugmasi chiqadi. Ustanovich shablonni ustiga bossangiz sizga to'ldirishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etadi. Birinchi bo'lib bizga Telegram token kerak bo'ladi. Ya'ni biz o'zimizga bot ochib olishimiz kerak bo'ladi va bu botni ochib Telegram API tokenini olishimiz kerak bo'ladi. Bu haqida alohida video qilingan. Bu video yuqori burchada chiqadi. Bemalol birinchi videoni ko'rib, botni BotPlace ga ulab, Telegram API kodlarini olishni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'p, bizda уже tayyor kodlar qo'yilgan, ya'ni tayyor Telegram token qo'yilgan. Keyin qismga o'tamiz. Endi kanal ID'sini olishimiz kerak bo'ladi. Kanal ID'sini olish uchun Telegramga kiramiz va Telegramda yopiq Telegram kanal ochishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda yopiq Telegram kanal mavjud. Testoviy Telegram yopiq kanal ochib qo'yganman. Ushbu yopiq Telegram kanalni ID kodini qanday olasiz? ID kodini olish uchun publikatsiya bo'lgan test deb yozasizlar. Mana test deb yozganman. Test deb yozilgan va ushbu test degan so'zni show JSON botiga yuboramiz. Ya'ni shu kanalning ID'sini bizga olib berishi uchun. Bu yerga show JSON deb yozsangiz mana bu bot kelib chiqadi va ushbu bot ustiga bosib xabarni perisat qilamiz. Mana perisat qilganimizdan so'ng bizda eng oxirida ushbu kanalning ID'sini chiqarib beradi. Ushbu ID'ni copy qilib olamiz va mana bu yerga channel ID degan bo'limga kirgizib qo'yamiz. Schema ID bilan token BotPlace ID'sini qayerdan olishni ko'rib chiqamiz. Bularni uстановка qilishdan oldin ustanovit tugmasini bosamiz. Mana bizga shablon uстановка bo'ldi va biz Telegram ustiga bosamiz, ya'ni biz Telegram ulashimiz kerak bo'ladi. Bot fazirdagi API tokenini olib shu yerga jo'natamiz. Keyin saqlanib tugmasini bosamiz. Saqlanib bosgandan keyin bu bot ulanadi. Bot ulangandan so'ng bizda tayyor shablon mavjud. Endi ushbu shablondagi ma'lumotlarni to'ldirish uchun spiski bo'limiga kiramiz. Spiski bo'limida bizga globalniy перемене bo'limiga kiramiz. Globalniy перемене bo'limiga kirgandan so'ng biz token olishimiz kerak, ya'ni BotPlace tokenini olishimiz kerak bo'ladi. Mana o'ng burchakka bosasizlar, har bitta akkauntning o'zining alohida tokeni bo'ladi. Управление akkauntiga kiramiz va API bo'limiga kiramiz. API bo'limida kirgandan so'ng sizda ushbu holatdagi API token bo'ladi va buni skopировать qilib olasizlar va ortga qaytib ushbu joyga o'rnatasizlar. O'rnatgandan so'ng bizga schema ID kerak bo'ladi. Schema ID ni esa spiska bo'limiga kirib va bu schema ID'ni olish uchun biz buni mana bu tugmasiga bosamiz. Ya'ni biz yuqoridagi linkni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana old raqamidan boshlangan, mana shu old raqamdan boshlangan kodni olamiz. Copy qilgandan so'ng spiska bo'limiga qaytamiz va globalniy переменеga kirib schema ID'ni o'zgartiramiz. Mana bu yerga o'rnatamiz copy qilganimizni. Mana o'zgardi. Xuddi shunday o'rnatib chiqasizlar. Va barcha ma'lumotlarni o'rnatib bo'lgandan so'ng biz ssenariy qismiga o'tamiz. Ssenariy qismi esa tayyor. Buni faqatgina o'zingizga moslashtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi xolos. Buning uchun hozir sizlar bilan birma-bir blok bilan tanishamiz. Xo'p, birinchi blokda biz o'zimiz xohlagan postni yozib qo'yishimiz mumkin va kanalga a'zolik pulini o'zimiz kiritamiz. Ya'ni bu post xabar beruvchi post hisoblanadi va tugma qo'yilgan. Tugmani bosgandan so'ng biz Payme to'lov tizimiga o'tib ketamiz. Buning uchun siz Payme kompaniyasi bilan shartnomangiz bo'lishi kerak. Agar shartnomangiz bo'lmasa, yuqorida video chiqadi. Ushbu videoda Payme'ni qanday qilib BotPlace ga ulash haqida video olingan. Ushbu video darsini ko'rib chiqib, to'lov tizimini ulab olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerga to'lovni narxini qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 50 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'm narxini kiritib qo'yamiz va bizda Payme уже ulandi. Xo'p, endi keyingi blokka qaraydigan bo'lsak, bu yerda hech narsaga o'zgartirish kiritish shart emas. Mana bu yerga ko'radigan bo'lsak, bu yerga 30 kunlik muddat berilgan, har oylik muddat to'lovi 30 kun hisoblangan. Buni siz 31 kun qilib qo'yishingiz mumkin, lekin 30 kun bu o'rtacha kun hisoblanadi. Bu yerga hech narsa o'zgartirish kiritish shart emas. Bular hammasi tayyor. Mana bu yerga postni o'zingiz yozib chiqishingiz mumkin. Faqat mana bu kodga tegirmaysiz, chunki u a'zo bo'lgan kunini ko'rsatadi. Hozir buni botda ko'rib chiqamiz qanday ko'rinishini. Men hozir to'lov qilmasdan turib mana bu etapga o'tib ketaman, chunki hozir to'lov qilish shart emas bizga. Xo'p, bu etapga o'tish uchun bitta blok ochdim. Blokni
kodini kopiya qilaman va ulangan Telegram botga kiraman. Start tugmasini bossam, birinchi xabar keldi. Endi biz to'lov qilish etapidan sakrab o'tamiz. Bu yerga o'tamiz tezda, chunki to'lov qilish bizga o'z shart emas. Endi siz ham xuddi shunday test qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana blok raqami Enterni bosamiz. Bizga ushbu blokni chaqirdi mana. Test knopka test. Test so'zini bossak, bizga hozir avtomatik ravishda Telegram kanalga dostуп keladi. Ya'ni to'lov qilingandan so'ng bizga xabar kelyapti. Mana bu xabar kelyapti bizga. Bu xabar kelyapti. Mana siz bir oylik obunani muvaffaqiyatli to'ladingiz. Keyingi to'lov sanasi 29-mart deb kelyapti. Chunki hozir bizda chislo 31. Mana bu kod mana bu sanani olib chiqib beradi bizga 30 kunlik hisobida. Va klubga qo'shilish uchun bizga link beryapti. Mana birontalik linkni ustiga yozib bosaman va men ushbu kanalga kirishim mumkin. Mana kanalga qo'shildim. Kanalga подписчик bo'ldim. Menga tag yopishadi bu yerda. Ya'ni tag ulanadi. Agar men oldin ham bu kanalga подписка qilgan bo'lsam, ushbu tag menda bo'ladi. Ya'ni kanaldan удалить qilingan bo'laman va tag yopishgan bo'ladi. Men qayta to'lov qiladigan bo'lsam, bu tag mendan o'chadi va yangi tag yopishadi. Ya'ni to'lov qildi degan tag menga yopishdi. Bu nima uchun kerak? Bu shu bot foydalanuvchilari to'lov qilgan bo'lsa, ularga alohida xabar yuborish uchun, agar to'lov qilmaganlar bo'lsa, to'lov qilmaganlarga alohida xabar yuborish uchun bu taglar kerak bo'ladi. Endi birinchi etapni ko'rib chiqdik. Ya'ni asosiy etap bu главный ssenariy hisoblanadi. Главный ssenariyda biz nima qildik? To'lovni amalga oshirib, yopiq kanalga kirdik. Endi ushbu kanalga admin qo'shishimiz kerak bo'ladi. Admin qanday qo'shiladi? Admin qo'shish uchun ushbu botni linki olinadi. Ushbu botni linki olinadi va biz kimni admin qilmoqchi bo'lsak, o'sha insonga yuboriladi va o'sha inson link ustiga bosadi. Ikkinchi akkauntga ushbu linkni yuboramiz. Xo'p, link ketdi va akkaunt egasi ushbu botga kirib startni bosadi. Mana bu ham botga a'zo bo'ldi. Spiska bo'limiga kiramiz. Spiska bo'limida kirib kontakti bo'limiga kiramiz va ushbu akkaunt topib, unga admin tegini kiritamiz. Ya'ni bu yerda добавить tugmasini bossangiz, admin roli chiqadi. Admin tegini bossak, uje biz uni admin qilgan bo'lamiz. Endi akkauntimiz admin bo'ldi. Mana bizni testoviy akkauntimizdan ko'rdik. Mana to'lov qildi degan tag yopish turibdi. Endi biz spiska bo'limiga qaytamiz. List of channel, ya'ni kanal foydalanuvchilari bo'limiga kiramiz. Endi qarasak, mana ushbu akkauntimiz to'lov qilganligi bu yerda ko'rinib turibdi va qachongacha to'lov qilish muddati ekanligi ham ko'rinib turibdi. Ssenariyga qaytamiz. Ssenariyda bo'limlar mavjud, ya'ni ikkinchi ssenariyimiz mavjud. Tekshiruv degani bu oyning oxiri yaqinlashib qolganda, ya'ni 3 kun qolganda foydalanuvchiga xabar yuborish bo'limi hisoblanadi. Bu qanday ishlaydi? Mana bu yerda mana Unix format bor. Bu yerda vaqtlar Unix formatda o'lchanadi. Unix format haqida ko'proq ma'lumot bilish xohlasangiz, sizga ushbu saytni linkini video ostida qoldiraman. Kirib bemalol tanishib chiqishingiz mumkin. Bu kompyuter o'lchov tizimi, ya'ni vaqt o'lchov tizimi kompyuter bo'yicha. Bizda mana bu 3 kun formati 259200 sekundga to'g'ri keladi. Ya'ni Unix format vaqtni sekundlarda o'lchaydi. 1970-yildan beri o'lchaydi vaqtni. Bu degani mana hozirgi kungacha mana shuncha sekund vaqt o'tgan. Ya'ni 1970-yildan beri 27 kun o'tgandan keyin foydalanuvchiga xabar borish kerak. Ya'ni to'lovni amalga oshirgan 3 kundan keyin vaqt tugaydi degan. Mana bu yerda mana tuzatish kerak bo'lgan joylar bor. Mana agar siz 3 kun emas, masalan 4 kun oldin yoki 5 kun oldin ogohlantirmoqchi bo'lsangiz, ushbu kunlarni sekundga aylantirasiz. Ya'ni 5 kun bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 86400 sekund bo'ladigan bo'lsa, 3 ga ko'paytirasizlar. Agar sizlarga 5 kun kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 86400 sekund bor. Sizlar ushbu sekundlarni 5 ga ko'paytirasizlar va chiqqan raqamni mana bu yerga qo'yasizlar. 3 kun yoki 5 kun oldin foydalanuvchini to'lov qilish haqida ogohlantirishingiz mumkin bo'ladi. Bu ixtiyoriy. Endi yana bir tuzatish kerak bo'lgan joy mavjud. Mana bu yerda mana bu yerda kimga xabar yuborishni topishimiz kerak. Ya'ni bu xabar biz adminga yuborishimiz kerak. Ya'ni adminga xabar boradi. Ya'ni necha kishiga to'lov qilish haqida xabar borganligini ko'rsatishimiz kerak va foydalanuvchiga to'lov qilish haqidagi xabarni yetkazishimiz kerak. Buning uchun biz ushbu blokda tayyor bloklar mavjud mana. Siz nima qilasiz? Bu yerga yozib qo'yganman mana. Blok 1ni ID'sini qo'yish kerak deb yozib qo'yganman shu yerda. Mana bu blokning ichida. Birinchi blokning ID'sini kopiya qilib olasiz mana. Ushbu ID'ni kopiya qilib bu yerga kirasizlar. Pastga tushib mana bu yerga вставить qilasizlar. Mana bu yerga вставить qilasizlar mana. 236-blok.
Bu yerda sizlarda 200 bo'lib turadi, lekin sizlar shablonni sumka qilgandan so'ng bloklar raqami o'zgaradi. Shuning uchun siz birinchi blokni bu yerdan qo'yasiz va 3-blokni ID'sini kiritgin deganman bu yerga. Mana oxirida 3-blokni ID'si mavjud. Mana kirasizlar 3-blokka, pastga tushasizlar, ID'ni kopiya qilasizlar va bu yerga kiritib qo'yasizlar. Imkon qadar kiritayotgan paytda ehtiyot bo'linglar. Bu yerda qauslarni yoki yana belgilarni o'chirib yubormanglar. Agar o'chirib yuborsangiz, уже bot ishlamay qolishi mumkin. Endi bu yerda nimalar bor desangiz, bu yerda timer bor va timerda unga xabar ketadi. Ushbu xabarni siz o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek ehtiyot bo'lasizlar. Kodlarga ta'sir qilmanglar. Ya'ni mana bu yerda biz foydalanuvchiga yuborayotgan xabarimiz, ya'ni podpiska tugayapti, dostupni saqlab qolish uchun to'lovni amalga oshiring degan xabar boradi va knopka ko'rinishda bo'ladi. Knopkaning nomi mana bu yerda mana. Knopka nomi bu yerda va to'lov qilish knopkasi bor. Mana pastga yozib qo'yganman. Qayta to'lov qilish ssenariydagi blok 1 ni ID'sini shu yerga qo'yish kerak deganman. Xo'p, bu yerga blokning raqamini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ushbu knopkani bosgandan so'ng foydalanuvchini o'sha blok olib o'tib ketadi. Bu qayta to'lov bloki hisoblanadi. Buni qayerdan olamiz? Mana pastga bosamiz. Mana qayta to'lov degan bo'lim bor, kiramiz. Va kirgandan so'ng mana blok 1 bor. Ko'rdingizmi? Mana bu blok 1 ni ID'sini kopiya qilib olasizlar va ortga qaytamiz. Ya'ni tekshiruv bo'limiga keldik. Mana tekshiruv bo'limiga kiramizda mana bu yerga mana qayta to'lov ssenariydagi blok 1 ni ID'sini oldik va mana bu yerga qo'yamiz. Ya'ni B ni emas, mana 231 degan raqam o'rniga qo'yib qo'yamiz. Bularni o'chirib yubormanglar, ehtiyot bo'lasizlar shu yerda. Agar knopkani nomini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni o'zgartirasizlar. Ichini faqat ikkita qo'shnoq ichidagi so'zni almashtirasizlar. Keyin mana bu yerga o'tamiz. Bu yerda esa mana shu yerdagi birinchi blokning ID'sini qo'yib yozib qo'yganman. Mana bu blokning ID'sini olib qo'yasizlar. Mana ID'si bu yerda. Va shu yerdagi 3-blokning ID'sini qo'yib yozib qo'yganman. Mana bu 3-blokning ID'sini olib, mana pastdagi ID'ni olib bu yerga qo'yasizlar. Qovuslar tushib ketmasin. Endi bularni qo'yib bo'lgandan so'ng keyingi etapga o'tamiz. Mana tekshiruv etapiga o'tamiz. Xo'p, bu nima tekshiruv qiladi? Bu foydalanuvchi to'lovni amalga oshirganmi, yo'qmi tekshiradi. Agar to'lovni amalga oshirmagan bo'lsa, kanaldan udalit qilib yuboradi. Xo'p, endi mana bu yerda o'zgartirish kerak bo'lgan bo'lim mavjud. Mana yozib qo'yganman pastga. Kimni o'chirmoqchi bo'lsak topamiz deganman. Ya'ni biza o'chirish uchun biz mana bu kodlarning ichiga raqamlarni kiritib qo'yishimiz kerak. Endi shu bo'limdagi birinchi blokdagi ID'ni qo'ying deganman. Shu bo'limda mana birinchi blok mana bu hisoblanadi va mana shu blokning ID'sini olib mana bu yerga kirib pastga tushamiz. Mana yozib qo'yganman o'zbek tilida. Mana bu yerga o'zgartirib qo'yasizlar. Raqamni kiritasizlar. Va shu bo'limdagi 3-blokni topib, mana 3-blok mana bu yerda mana 3-blokka kirib mana bu ID'ni olib pastga tushamiz. Yuqoriga chiqib mana bu yerga kiritib qo'yamiz. Bu xabarlar kimga boradi? Birinchi xabar foydalanuvchiga boradi. Mana foydalanuvchi oladigan joy mana. Сообщение pользователя foydalanuvchiga boradigan joy. Mana yopiq kanalga dostupingiz tugadi. Shuning uchun sizni kanaldan chiqardik. Qayta qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosing. Mana shuni siz o'zgartirishingiz mumkin. Faqat e'tibor berasizlar. Agar masalan qizil bo'lib turibdi, nimadir xato bo'lsa qora rangga aylanadi. Mana qizil bo'lib qaytib yana ishlayapti degani. Bu yerga mana qo'sh tirnoq bor. Mana qo'sh tirnoq ichida yozishingiz mumkin. Agar kichiklik qiladigan bo'lsa, mana bu yerga bossangiz, mana katta ko'rinishga ega bo'ladi. Bemalol ichiga kirib yozishingiz mumkin bo'ladi. Va to'lov qilish tugmasi nomi va blok kodi mana. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha blok olib boradi. Shu blokni siz kodini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysi kodni qayta to'lov qilish blokini qo'yish kerak bo'ladi. Buni qayerdan olasizlar? Buni mana qayta to'lov qilish bo'limiga kirib birinchi blokni kodini olasizlar va bu udalit qilish bo'limiga o'tib mana bu yerga qo'yasizlar. Mana bu yerga qo'yasizlar. Tushunarli bo'ldimi? Ya'ni o'sha blok o'tkazib yuboradi knopkani bossa, to'lov qilish blokiga olib o'tadi. Endi ro'yxatdan o'chiradi. Ro'yxatdan o'chgandan keyin necha kishini ro'yxatdan o'chirdi, adminga yuboradi. Buning uchun biz nima qilamiz? Bu yerda
mana bu blokni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi shu yerdagi birinchi blokni kodini qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yerga. Mana bu etapga mana bu blokni kodini qo'yamiz. Tushundingizmi? Tak, keyin shu yerdagi 3-blokni ID'sini olib qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Mana 250 ni qo'yamiz. Mana sizlarga bu 250 bo'lmasligi mumkin. Bu yerda sizlarga 2000, 3000 bo'lib ketgan bo'lishi mumkin yoki 100 ming bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Katta raqamlar bo'lsa ham qo'shmasdan qo'yishingiz mumkin. Kodni olasizlar, kopiya qilib, mana ustiga bosasizlar va nastroyga kirib, mana bu yerga qo'yasizlar. Bo'ldi. Bu adminga boradigan xabar, ya'ni admin necha kishi kanaldan udalit bo'ldi va kimlar udalit bo'lganini ko'rib turadi. Endi qayta to'lov bo'limini ko'ramiz endi. Bu qayta to'lov, ya'ni har oy to'lov qilish uchun bo'lim. Xo'p, bu yerda qayta to'lov posti mavjud. Buni o'zlaringiz moslashtirib olishingiz mumkin. Sizlar yo'nalishlaringizga narxlarni qo'yib chiqasizlar. To'lov tizimi mavjud. Bu yerda o'zingizga kerak bo'ladigan to'lovni narxini qo'yasizlar. Bu yerga tegirmaymiz. Bu yerga ham tegmaymiz, chunki bu yana qayta dostуп berish bo'ladi va keyingi to'lov vaqti yana 30 kun plus bo'ladi. Spiskaga tushadi yana qaytib va yopiq kanalga link keladi va amal qilish muddati bilan, ya'ni necha kun, qaysi kunigacha to'lov amal qilishi ko'rsatilgan vaqti bilan boradi va unga kanaldan udalit bo'ldi degan tag o'chadi va qayta to'lov qildi degan tag yopishadi. Bu taglarni aytib o'tganimdek, bizga ularga rasilka qilishimiz uchun kerak bo'ladi, ya'ni to'lov qilmayotgan bo'lsa to'lov qildirish uchun yoki to'lov qilgan bo'lsa ular uchun alohida taklif yuborish uchun. Endi biz har doim bloklarni tekshirib turishimiz uchun, har kuni nechta odam kanaldan chiqdi, to'lov qilini bilib turishimiz uchun avtorasilka bo'limiga kiramiz. Mana sizlarda mana bu ikkita bo'lim bo'ladi. Bu testoviy bo'lim. Hozir sizlarga ko'rsatish uchun qo'yib qo'yganman. Xo'p, to'lovni eslatish qanday ishlaydi? To'lovni ishlatish adminga boradi faqat va mana admin уже kiritib qo'yilgan, ana adminga boradi. Har kuni ertalab soat 10 da necha kishi to'lov haqida eslatma olganini xabarni yuborib turadi. Hozir kelib ko'ramiz. Mana testga qo'yganman. Mana admin tagi bor odam, ya'ni admin tagida kimda bo'lsa unga xabar boradi. Qanaqa xabar boradi? Mana buni esing qilamiz. Unga tekshiruv, ya'ni to'lov haqida eslatish tekshiruvi xabari borish kerak. Hozir biz nemedlenni qilib qo'yamiz tezda ko'rishimiz uchun. Mana saqlanishni bosdik. Mana bu yerga hozir saqlanib bosamiz. To'xtatib, yana перезапустить qilamiz. O'zi xabar ketdi, mana xabar keldi. Endi mana bugun to'lov haqida eslatma 0 ta odamga yuborildi. Ya'ni hozir bizda botda hech kim yo'q. Shuning uchun hozir hech kimga bormadi. Endi biz fake away deydi foydalanuvchi qo'shamiz. Xo'p, kelinglar spiskaga qo'shamiz. Mana odam qo'shamiz. 1 aylik. Xo'p, to'lov muddati 2 kun qolganlarni belgilaymiz. Bugun 31 bo'ladigan bo'lsa 30 ni tanlaymiz va 30-chisloni Unix formatini olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Bu yerga kiramiz. Mana bu yerga kiritamiz vaqtni tanlab olishimiz uchun. Xo'p, bizga qaysi chislo kerak bo'ladi? Bizga 30-mart kerak ekan. Mana 30-martni yozamiz bu yerga. Va mana bosamiz. Mana bosgandan so'ng bizga 30-martni Unix sekundlarda chiqarib berdi. Buni kopiya qilamiz. Bu yerga qo'yamiz. Ya'ni tekshirish uchun. Bo'ldi, bitta foydalanuvchi tayyor. Ikkinchisini qo'shamiz. Xo'p, buni shu vaqtga ulaymiz. Deylik, ikkita odam bir vaqtni o'ziga podpiska qilgan. Mana spiskamizda ikkita odam paydo bo'ldi. Bir vaqtni o'zida to'lov qilganlar qatorida qo'shildi. Bularni vaqt o'tib ketyapti. Endi bularga xabar yuboramiz. Rasilkaga kiramiz. Перезапустni bosdik. Mana xabar keldi bizga. Bugun to'lov haqidagi eslatma ikkita odamga yuborildi. Ya'ni biz hozir sizlar bilan fake away odamlar qo'shgan edik. Mana ikkita odam bor edi bizda. Bu ikkita odamga xabar ketganligini bizga bot xabar berdi. Ya'ni adminga xabar kelib tushdi. Shuncha odamga xabar ketganligi. Nima qilamiz biz endi? Bularni o'chirishimiz kerak bo'ladi. Necha kishi spiskadan o'chdi, ya'ni to'lov qilmadi, ko'ramiz. Buning uchun buni slogini o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Mana birinchi men 1 ni
datasini kechroq qilib qo'yamiz, ya'ni o'tib ketgansiroq qilib qo'yamiz. 26-mart bo'ladi. 26-martni bu yerdan Unix kodini olamiz. Bu faqat test uchun kerak bo'lsa faqat. Mana Unix kodini oldik. Hop, 26-mart va Unix kodi saqlanib qildik. Mana memberni saqlanib qildik. Endi rassylka bo'limiga kiramiz. Bu yerni ichidan to'lov haqida eslatishni emas, endi kanaldan udalit qilishni ko'ramiz. Mana saqlanib qildik. Hop, endi keyinlar hozir bir yo'la mana bu akkauntni kanaldan chiqarib yuborishni ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz pullik kanalga qo'shilgan edik. Mana obuna kanalga qo'shilganmiz. Bu linkini vaqt tugagan deyapti, chunki bir martalik foydalanishga berilgan. Biz kanalda turibmiz, mana secret kanalda turibmiz. Endi hozir bizni shu kanaldan o'chirib yuborish kerak bo'ladi. O'zimizni mana bu akkauntga qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu akkaunt 29-aprelgacha turibdi. Buni 26-mart bo'ldi. Bular member va bot place, ya'ni bizni o'zi asosiy akkauntimiz mana bu Telegram kanalda turibdi, mana deylik darslarni ko'rib turibdi. Endi kanaldan udalit qilishni beramiz, ya'ni hozir biz to'lov qilmaganlarni filtr qilib olib, ularni kanaldan o'chirib yuborishimiz kerak bo'ladi. Saqlanib bosamiz va перезапуск bosamiz. Mana bosdik. Bizga Telegramga xabar keladi. Mana xabar bizga keldi xabar. Mana kiramiz. Mana xabar keldi. Mana bugun kanaldan o'chirilganlar soni 2 ta. Ya'ni mana o'chirilgan akkauntlarning ID kodi chiqyapti. Bu yerda 1 qo'yilgan edi, ularsa bo'lsa member edi. Kanaldan o'chirganlar soni 2 ta bo'ldi. Qani ko'raylikchi, bizni kanaldan udalit qilishdimi? Mana bizda secret degan kanal yo'q. Poyez ko'ramiz. Yo'q, bizda secret degan kanal yo'q. Chiqib ketganmiz bu kanaldan. Mana kanalni o'zini ham ko'ramiz. Mana kanal ichida уже foydalanuvchimiz yo'q va bizga o'chirilgandan so'ng xabar kelyapti. Mana yopiq kanal do'stingiz tugadi, shuning uchun sizni kanaldan chiqardik. Qayta qo'shilish uchun pastdagi tugmani bosing. Mana o'zim bu tugmani bossam, уже to'lov qilishga o'tib ketaman. Mana to'lov qilishni bosaman va qayta to'lov qilish uchun taklif kelyapti. Obunani davom ettirishim uchun esa obunani davom ettirish tugmasini bossam, уже menga to'lov linklari kelishni boshlaydi. Xuddi shu tarzda bot doimiy eslatib turadi va har doim adminga qancha kishiga xabar yuborildi. Mana hozir ham keldi. Mana bugun kanaldan o'chirilganlar soni bitta, ya'ni bir kishi o'chgan va kim o'chganligi. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi. Hech qayerga o'zgartirish kiritish shart emas. Mana rassylkalar ham tayyor turibdi. Buni o'chiramiz bu yerdan. Mana sizlarniki ham tayyor turibdi. Saqlanib qolib запустitni bosib yuborsangizlar, adminlarni o'z ichida qabul qilib bo'lgan bo'ladi. Faqatgina запустит bersangizlar bo'ldi. Mana udalit qilinganlar sonini tekshirish. Agar sizlar to'lov qilmaganlarga yoki to'lov qilganlarga xabar yubormoqchi bo'lsangizlar, sazatni bosasizlar, rassylkaga nom qo'yasizlar, Telegramni bosib, filtrni bosasizlar va tagni tanlaysizlar. Sodержить tagini bosib, mana to'lov qildi yoki kanaldan udalit bo'ldi deganlarga xabar yuborishingiz mumkin. Ya'ni to'lov qilishga undaydigan. Mana deylik to'lov qilishga undash uchun masalan kanaldan udalit bo'lganlarga xabar yuborishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqidagi videoni esa, ya'ni rassylkalar qilish haqidagi videoni alohida videoga joylab qo'yaman. Ushbu video opsiyasida turadi. Bemalol kirib ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Va ushbu shablonni linkini ham ushbu video ostiga qo'yib qo'yaman. Kirib o'zlaringizga moslashtirib ishlatishlaringiz mumkin bo'ladi. Xayr salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Buni yanada foydali videolar bilan biz sizlar bilan ulashib boramiz. Podpiska qilish yodingizdan ko'tarilmasin.